Assalomu alaykum hammaga. Bizda yangi oshxona mebel, mokriy asfalt akrildan oshxona mebel bo'ladi. Shu kafel urilgan joygacha, shu kafelni usti oshxona mebel bo'ladi. Sekin ko'rsatib boraveramiz. Mebelimizni korpusi tayyor bo'ldi. Gazi joyi, moykalari o'rnatib, joy-joyiga qo'yib qo'ydik. Tayyor bo'ldi, ko'rsatib boraveramiz. Mebelimiz tayyor bo'ldi. Mokriy asfalt akrildan 515 joyga oshxona mebeli tayyorladik. Xo'p, nimalar bo'ldi? Moykamiz o'sha toza moyka. Narigi 250 ml moykamiz emas, o'sha qo'sh gel qo'yadigani, sastafda qo'yadigani sushilkasi o'zimizdan chiqadi. Qo'shimchasiga qo'shib qo'yadigan qo'yib berganmiz. Tepada polkalari ikkitadan. Oshxona vakuumli. Besh metr 15 santimetrli joy 8.500.000 so'mga tayyor bo'ldi. Qanaqa chiqdi? Fikr mulohazalari kommentariyada kutib qolamiz. Sog' bo'linglar.